Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Toning Prokopim. Hop do'stlar, bugungi videomizda Carpark YouTube'lar o'yinini o'ynaymiz. Bu videomiz qanaqa bo'ladi desalaring, Carpark'ga yangilanishlar kelib qoldi. Ularni ko'rib chiqamiz. 300 xib, 414 xib, 800 xiblar olib tashladi. Ashyoman bo'ldi. Men mashinalar hammasi 300 xib, 1695 xib. Keyin 800 xib mashinam yo'q edi, 800 xib. Faqat 300, 400, 414 xib, 300 xib, 800 xib mashinam bittami ikkita bor edi, menimcha bo'lsa ham, yana ham bilmadim. Shunaqa bo'ldi bolalar, 300 xib, 414 xiblar yangilanish kelganmi, unga vahshiy yomon bo'ldi. Bir xil bolalar onasidan ajralsa nima ichib qoladimi, shunaqa bo'ladi-yu. Men shunaqa qilib qoldim-da bolalar. Vahshiy yomon bo'ldi. Kelganim hozir mana bu kameram ham 300 xib edi, qaranglar 173 xib bo'lib qoldi. O'z 200 necha 284 bo'lib qolganda 300 xibdan keyin yo'qolgandan sirasi ketgandan keyin o'zi yangilanish obnova keldi, shunaqa keldi. U yangilab olgandan keyin sirasi boshqa shunaqa bo'lib ketdi bolalar. Shu yomon bo'ldi. Ham chekkadan bo'yjini yurib ketyapman. Keyin Carpark yangilanishlardan keyin mana bu narsa keldi. Nima desam ekan, chiqib shunaqa narsa kelgan, lokatsiyalar kelibdi. O'z yangilanishni o'zi aytgan ekan, lokatsiya deb yozib qo'yibdi, yangi lokatsiya. Yangi lokatsiyalar kelibdi. To'g'ri, mana bu karta yo'q edi. Keyin qanaqa kartalar paydo bo'ldi? Keyin mana bu paydo bo'ldi. Keyin futbol yo'q edi, futbol paydo bo'ldi. Keyin boshqa narsani bilmadim, lekin mana shu paydo bo'ldi. Bu biz turgan joy. Keyin oldindan bordim menimcha bu. Men bu yer bola boshqa kelmabdi. Ungacha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keyin mana bu yoqqa kardagi drift modiga mana bunaqa steer est degan narsa qo'shib, agar mana shuni o'chirib qo'ysanglar, o'zidan o'zi mana qaranglar, mana bunaqa drift bo'lib ketadi. Oldingi bo'lib qolganda o'zlaring bilsalaring kerak. Hozir agar buni yoqib qo'ysak, mana bunaqa yaxshi ketadi. Keyin bu joyda birinchi joyda drift qilmoqchi bo'lsam, mana bunaqa qilib drift bo'ladi. Keyin sal undan sal tezroq ketib qolsalaring, o'zidan o'zi drift bo'lib ketadi. Sizlar qilmasalaring ham shunaqa bo'lib ketadi. Undan drift modni o'chirib qo'yib, avdiga qo'yib, sirasi bosganimiz yaxshi. Sirasi mashina chang bo'ldi birdan. City 1 ga o'tib qolsa yaxshi bo'lardi. Bugungi videomiz sal uzunroq, sal ko'proq bo'ladi degan umiddaman. Ungacha sizlar bilan mazza qilib o'ynashib olamiz. Video olmay qoldim. Bilsalaring kerak, juda ko'p sal vaqtim bo'lmadi, vaqtim yo'qroq bo'lib qoldi. Shuning uchun video olmadim, ham aktivim yo'q. Guruhga o'tib qo'ysalaring juda ham yaxshi bo'lardi. U yerda konkurs qilib turamiz, konkurs shodga bo'lib turadi. Agar aktiv bo'lsalaring, undan zo'riga chiqamiz. Kanalimda 40 nechta ham odam bor. Ana ham bilmadim. Kanalimga kirmay qo'yganman, ancha bo'lib qoldi bolalar. Kecha men bu Do'ngalidan sal tezroq kelib qolamiz. Mashinam ko'tarilib ketdi, yengil mashina yo'q, bilasizlar bolalar. Ya'ni sizlar agar yordamidan Gamigordan orqali qilgan bo'lsa, uncha ko'tarilmasligi ham, ag'darilib ketmasligi mumkin. Menda ham Gamigordan orqali olganman. Tayyorlab kelganman. Barram lekin o'tib dumalab ketyapti. Ana shu Do'ngalikdan o'tsa, dahshat dumalab ketyapti. Mani yangi S60 uchun bor donatli. O'sha Do'ngalikdan umuman bilmay o'tadi bolalar. Men bunaqa o'tgan marta erpi bo'lyapti.
rip deyiladi. Unaqa endi PUBG o'ynaganman bolalar. Shuning uchun rip deyolmayman deya RP deyman. O'z PUBG'da ham shunaqa rip deb yozib qo'yibdi, lekin RP deb aytiladi. Juda ko'p bilsalaring kerak. Shuning uchun RP deb aytaman. O'zim yana nima deyishligini bilmadim. Ishqib shunaqada mana bunaqa do'ngaliklar qo'ygan ekan. Shunda bosdimda, bosib ko'rdim qanaqa o'tar ekan deb. Keyin bosgandim, umuman sezilmadi. Telefon qotyapti, tashchi bo'ldi. Qotdi bo'ldi telefon endi. Hozir boshqa joyda yurganimiz yaxshi edi. Men yo'ldan просто o'tib ketay. Mana bu qaranglar, chiqmayapti ham tagi past. Men bu yo'ldan burilib o'tib ketamiz. Shu ham urib oldik. Uncha tilim ham kechmay qolyapti. Bir charchab ketdim. Juda ko'p dam bordim. Telegram kanalda vaqtim bo'lsa sxotkalar qilib yuborishim mumkin. Video olmagancha bo'lganligi uchun videoni ko'p olyapman. Unga videoni undan ko'p olishim sizlarga yordamlaring kerak. Aktiv bo'lib tursalaring bo'ldi. Hozircha qorong'i tushdi. Telefonim qotib qolyapti. Akkauntim o'tvoradigan xarakter chiqarib qo'ygan. Bir kartejimiz sotgan bir narsalarga qatnashmayapman. O'tvoryapti. Unda shuncha offline rejimda o'ynayapman. Mana bolalar. O'zimda original nikim Kupumbors, ID'm ham AS 888 keyin 3. Agar bunaqa olsa AS 8883. Shunaqa bolalar. Men bu yerda nima bor ekan, hech borib ko'rmayapman. Nima bor ekan, agar kiradigan joy bo'lsa borib kirib ko'ramiz. Bo'lmasa ham drondan ko'rsatib yuborishim mumkin. Ko'raylikchi men bu yerda. Menimcha kirsam. Voy. Qaranglar, chalib qoldim bolalar. Bor ustaxonaga kirib olaman. Mashinaning ahvoli yomon, og'ir bo'lib qoldi. Men bu yerdan ketsa kerak ustaxonaga. Sal ovozini ko'taraman. Normal bo'lsa kerak. Men bu yerdan ovoz ko'tarib qo'yaman. Bo'ladi bo'ladi. Men o'zimni kanal o'zimizning Wi-Fi'dan blokировка bo'lib qoldim. Shuning uchun boshqa telefondan olib qo'ydim. Wi-Fi'ga tarqatib qo'yibman. Shu Wi-Fi'ga ulanaman. O'zim Wi-Fi'ga navdir bo'lib qoldim. Men ulanolmay qoldim. Faqat men qolganlar ulanyapti. Shuning uchun ham ko'p sxotkalarda ham menimcha shuni sababdan o'tib internet pastligidan deb o'ylayman. Wi-Fi'miz var, Wi-Fi tarqatsa qotadi-yu baribir ham. Shunaqa bo'lib qolyapti. Endi men bu yerga borib ko'ramiz qanaqa joy ekan. Zadniga qo'yib. Zadniya bu bola 40-50 ga chiqadi, hozir 38 da o'qib ketgan. Bu yer menimcha musobaqa joyimi? Mana poygalar bo'lsa, men bu yerda qarab turadigan joyimi? Bu video necha minut bo'ldi? 9 minut bo'ldi hali. Men niyatim 15 minutlargacha borish. Ungacha bir aylanib yuramiz. Qarayman, men buni sal drift qilamiz, zonaga olib borib. Bir ham bu yerdan chiqib ketaychi.
nima berdi ekan bunga? 25 ta gift beribdi. Hozir men sizlarga ko'rsataman yangilanishda qanaqa kelganlarini. 4 9 edi-ku bizda, hozir mana 10 kelgan. Mana shunaqa mashinalar kelibdi. Men buncha bilmayman deyarli. Mana ne location debdi, keyin yangi location, yangi skin kelibdi. Valla agar ingliz bilmasalaring hammasi mana shuni qoldiringlar. Online rejimga kirib, offline rejimga kirib, men bu yerdan bir narsalar olib, bir narsalarni men buni olib turibman. Prosta endi yana video ertaga yoki ertadan keyin video olaman. Mana bolalar yangisi kelibdi, men kiyimlarni ham mana nev yozib qo'yibdi, ingliz tilida nev degan yangi degani bo'lsa kerak. Men o'zim shunaqa kiyimdaman. Chiqib ketamiz. Bo'ldi, sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Animatsionlar shakli o'zgaribdi. Boshqacha turardi oldin, menda shular bor. O'zgardi, hammasi ochiq bo'ldi. Mana bir ikkitasi ochiq bo'lmasa, men bu ochiq emas ekan. Bu kelibdi, qo'shilganmi deyman bola, hammasi ochiq edi endi. Bo'ldi, boramiz. Bu ham ochiq emas ekan endi. Mana bu. Men buni olmagan ekanman. Bu yangi keldimi deyman menimcha. Endi bunga kiramiz. Bunda ham olinmabdi. Buni ham olamiz. Bular hammasi ochiq. Bularga premium kerak ekan, bolalar mana bunaqa hozir kim kiratganlarini mana bunaqa bitta odam Ferrari'mi? Qanaqa bo'lsa ham e'tibor qilmayapman bolalar. Shu mashina olib o'tirar ekan, men bog'i o'rgamchoq odammi yoki Spidermanmi shunaqa o'xshab turar ekan. Keyingi bunga qo'yib bo'lmas ekan, mana qiz bola endi personajlar bo'lish kerak ekan. Keyin mana bu ham bor. Keyin hozir menda bo'lsa mana bunaqa bor, keyin mana bunaqa bor. Bo'ldi, boshqa yo'q. Endi mana bunaqa keyin futbol time bor mana. Qaranglar, bunga real pul kerak ekan. Yo'q, birimiz endi donat servis ochamiz degan umiddaman. Endi shu donat servisda buyani qilamiz bolalar. O'zimda ham pul anam turadi, 30 ming bir bet undan ko'proq ishlayman donat servisdan. Keyin mana bunaqa animatsiya ketdi, u Ronaldo. Bunaqa deylar ekancha. Menimcha Ronaldo ham qiladi. Ronaldodan ko'p futbolchilar qilsa kerak. Keyin mana bu animatsiyalar kelibdi. Bu o'yini deganmi deyman. O'ynayman brat. Endi buni animatsiyadan chiqamiz. Qaranglar, bo'ldi, mana bunaqa turib qolyapti. Endi videomiz 5 minut bo'ldi. 14 minut ko'proq video olaylik. Endi City birda ko'rib chiqamiz. Bir xil joylarni. Car parkingdan taksichilik qilamiz. Keyin bir ertaga menimcha ideya bor bunda, taksichilik qiladigan. Taksichilik qilamiz videolar. O shunaqa menda ideya bor edi. Bir oylardan beri olaman deb undan boshqa videolar olaveryapman. Shuning uchun video qolib ketyapti. Endi ertaga olmasam bo'lmaydi. Keyin sizlar qanaqa o'yin o'ynaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar.
men o'ynaydigan o'yinlar chiqib qolsa, oralardan shu videoga shu o'yinga haqida videolar olamiz. Qochibdi. Bas etamiz endi. Mashinamiz chang edi. Men City burada yomon telefon qotadi bo'ldi. Men mashinamizni yuvib oldik. 2000 so'mga yuvib beradi. To'xtatsa qilib. Endi men bu yerdan o'tib ketamiz. Qarilar men bu yerda ham normal chiroyli qilib qo'yibdi. Keyin men bu yer oldindan ko'tarilmasa kerak edi. Men bu uncha City birga aylanardik-ku, aylanamiz ham videolarimiz-u. Lekin men bu yerga ko'p kelmasdim. Bir marta, ikki marta video olmagan bo'lmasam, e'tibor qilyapman bularga. Hali men bu bola men bu yerni shkafma shunaqa narsa qo'yibdi. Men bu yerdan o'tib ketaylik-chi. Yo'q, bo'lmasa kim qarchi mashinamizni olib turib olamiz. Mashinamiz old orqasini tekshirib olmasak bo'lmaydi. Qara chiqdi ekan, qara. Motor misol katta motor. O'zimiz mashinani tuning qilgan, misol chiroyli chiqqan bo'lsa, kommentariyga chiroyli chiqdi deb yozib qoldirdilar. Oldiga gerb chizdirilgan. Yo'q, humoq shu deyiladi, o'z adabiy tilda. Men bu yerda orqa qaranglar, mana katta orqa bagaj. Men bu qaranglar bemalol yotib ketsa bo'ladi, mayda bolalar. Yotib ketib, orqa faralar, orqa fara deyiladi, shunaqa narsa chiroyli qilingan. Salom qaranglar, mana bu chiroyli orqa bagaj chiroyli, mana fara chiroyli ekan. Men buni almashtirmoqchiman, nima deydi, go'shtlayman, shunaqa narsa desa kerak. Surxondaryolikman, shunda o'zim shunaqa deb o'rganganman. Shunaqa deyilsa kerak, yana ham bilmadim. Orqa katta ekan, mana bunaqa mayfkalarga chiqib ketsalaring, chiqib ketsak, orqaga chiqsa dahshat ketadi bolalar. Bu bo'lmasa hammamiz ham o'zim mana mashinamga ortsa bo'ladigan bo'ladi. Yaqinda shu videoni ham olaman obunachilarim bilan. Salom, bunaqa sekinroq yuraylik. O'zinglarda nima gaplar bo'ldi? Obязательно yozib qoldiringlar. Qoidaga rioya qilmaymiz, o'sanicha bizga farqi yo'q. Aytadi studentlikda. Aka stanchiz ishga olmaymiz, unaqa jalka qilaveradi. Oxirida men hokimni jiyanimni bir narsa deydi ekan. Aka shuni ertaroq aytsangiz bo'lmaydimi deb qoladi. Biz ham shunday hokimni jiyanimiz. Hazillashib aytayman. Yo'q, sal qol urishimizga. Shu o'rtasam yaratmay qoldim. 118 ta obunachimiz bo'ldi. Bolalar, hammalaringga rahmat. 100 ta bo'lganimizdan video olmadik. Uncha vaqtim bo'lmadi. Videoda ko'rinadigan rasmni boshqacha qilib qo'yaman. O'zgartirib, o'zim tayyorlagandim oldindan. Hozir Malibu ustoz yozganligi uchun shuning uchun unda cholmadik. Unda o'tgan marta bosayotgandim, avariya bo'lib ketdim. Men bu yerda daraxtga urilib ketdim. Bamper zarar edi, mana oldi shunaqa shu payt urilib ketdim. Oldi orqa bamper zarar edi. Oldi orqa bamper zarar etdi. Orqadan qanaqa zarar etdi desalaring, men bu yerda mashina kelayotdi, keyin tars urdi bolalar. Keyin o'zim ham
mashinamizdan birdan shtrafnoyga tushdi. Hammasiga tushib qoldi. Chunki deganimda sirenada haydab yurdim. Sirena yoqib, migalka sirena yoqib haydab turdim. Keyin sirena migalka olib tashladimmi, sirena tursin dedim. Shtrafga tushsam, pulni to'lab chiqib ketaman. Shunaqa bo'ldi. Keyin oldi yomon zarar edi. Ustaxonada tashlab ketganman. Ustaxonam sal chekkaroqda, agar sal yaqinroq bo'lganda sizlarga ko'rsatardim. Shuning uchun ma'lumotni tushmadim. Majbumni yo'qotganimga, endi ustaxonda yotganlik uchun sog'inib qo'yganim uchun shunaqa Malibu rasmlarini qo'yib shunaqa qoldi. Bola mana shu mashina Tracker BYDga o'xshaydimi? Boshqacha ekan bu. Orqasidan ko'rib qolishni. Böyle qissa o'tirsam bo'ladi. Qo'pol olasam. Men bu endi turib olganini qaranglar endi. Ham bu yoqda bizga yashil yondi. Qochayani. Mana turib qoldi endi. Yomon dahshat bo'lib qoldi bolalar endi bu ham. Sal olib qochoq bo'lmaydi. Mana fara ketdi, sraz fara ketdi endi. Hozir ustaga tashlab o'zimiz bir aylanib yuramiz. Hozir joylarga, bir-ikki joylarga borib kelamiz. Oshxona deganda. Bugun videomiz oldingi videolardan ko'ra eng ko'p olingan shu video bo'lyapti menimcha. O'zim uchun rekord. Hali stream qilamiz bolalar inshaalloh. Stream qilganda hammalaring kirib aktiv bo'lsalaring, undan da zo'r bo'lardi. Mashinamizni ham yerga qo'yib, srazi boya yubormasa o'z battar avariya olib ketyapmiz. Endi ma'mur meni bari shuna ustaxonani tashlab ketaylik, o'zlari sozlab qo'yadi. Odam yo'q ekan. Men bu yerga shunday qilib qo'yib ketsak. Shu yerdan burdagi toza aka bolalar, mashina haydash esimdan chiqib ketdimi deymi? Qo'yamiz. Endi mengacha men bu yoqqa borib kelaman. Bo'lmasa men borib kelasizlar, vaqtlarni yonmagan holda. Ketdim. Men bolalar, menga ham telefon keldi, mashina sozlandi, brat, endi olib ketsangiz bo'ladi. Endi sekingina boramiz. Bu yerda odamlar bormikan? Bir taksi bilan ketsak. Boya kelguncha taksida keldim. Bu safar taksi ham yo'qmi deymi? Hammasi uzoqda kartadan uzoqda ko'rinyapti. Bittasi shu ustaxona oldida ekan. Bir ikkita uchtasi. Men bu yoqqa qarab ketyaptim, men tarafda yo'q taksi. Endi men bu yerga kelsak, hozir o'zim agar ko'nglim to'lmagan qilgan bo'lsa, bitta orqadan boya urgandim. 5 minut oldin orqani tozalab qo'yibdi. Faram sozlamagan bo'lsa kerak. Menimcha. Ko'rlikchi, men sozlamabdan aytgandi bo'yim. Faraga topilmadi, nimada o'zini narsasi, farani nimalardi oldim. Kuzov yo'q ekan dedi. Hozircha qidirdim dedi. Original kuzov yo'q. Shuning uchun o'zim sozlab oldik, anaqa sotib oldik. Va zakaz qilgandim. Men yerga qo'yib ketgan ekan. Oldimdan shu sraz qo'ydim, bolam kartaga tegib qoladi. Videomiz ham juda ko'p bo'lib ketdi. Bir soat ketdimi? Nima olib ketdi endi? Ya 1 minut o'tdi. Havo ketdimi?
Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga olib tashlab qo'yinglar. Men bilishim kerak, videoni oxirigacha ko'rdilarmi, ko'rmadilaringmi? Hammalaringga xayr.